Assalomu alaykum, hurmatli Otabek Toshpo'latov YouTube kanali kuzatuvchilari. 2025-yilning 25-may sanasi yakshanba tongida biz boqayotgan o'sha sog'liqlarimizni, qari sog'liqlarimizni yana bir video qilib qo'yaylik dedik. Bugun Xudo xohlasa qo'ylarimizni boqishni boshlaganimizga rosa 43 kun bo'ldi. Ana qo'ylarimizni ko'rib turganingizdek 40 kunlik natijasi yomon emas. Hammasi dumma tashlab, o'sha oldayi bemalol 20 kilodan oshib qoldi yuklari. Bemalol suyishga loyiq bo'lib qoldi. Lekin bularni hali Xudo xohlasa biz bugun birinchi marta olib kelganimizdan buyon birinchi marta ukolini urdik. Ya'niki ichki va tashqi parazitlarga qarshi. Xo'p, Santamectin 2 Santamectin plus 2 deb nomlangan, Xitoyda ishlab chiqarilgan ekan ushbu ukoldan. Xo'p, har biriga 2 grammdan, ozroq yiriklariga 3 grammdan teri ostiga ukollarni qilib chiqdik. Xudo xohlasa Vitaptikadan telefon qilib so'radim. Bunaqa qo'zilari bor, ya'niki sog'in qo'ylarimiz ham bor. O'sha sog'liqlarimizga ham bersa bo'ladimi, suti orqali bolasiga zarari yo'qmi deganimizda yo'q dedi. Shu uchun o'sha bola emizayotgan qo'ylarimizga ham 2 gramm, jasadiga qarab 3 grammdan Xudo xohlasa ana shu Santamectin plus 2 ukolini hamda o'zimizni oddiy hammaga ma'lum va mashhur bo'lgan albin tabletkalarini ichirdik. Albin tabletkalarini bilasiz, juda ham bir qattiq hisoblanadi. Uni ezib, kipakka aralashtirib yoki suv bilan ichirgandan ko'ra eng zo'r variantini bizga o'sha Vitaptikachi akamiz o'rgatdiki. Xo'p, bir kun oldin suvga solib qo'yasiz, ya'niki bitta tabletkani 10 gramm miqdordagi suvga solib qo'yasiz. Ertalabgacha o'sha tayyorgina suyuqlik aralashma tayyor bo'ladi. O'sha aralashmadan bemalol keyin har bitta qo'yga 10 grammdan ichiraverasiz deganiga biz hozir 2-3 safardan beri o'sha albin tabletkasini kecha aytaylik bugun qo'ylarimizdan mana bu katta qurbonlikka suyuladiganlar bor ertaga. Bu qurbonliklardan tashqari qo'ylarimizni soniga moslashtirib 26 ta qo'yga 26 ta tabletkani aytaylik o'rtacha bir 260 gramm bo'lish kerak edi. Biz 300 grammlar suvga taxlab oldik. Kecha kechqurun tayyorlangandi. Bugun ertalabga o'shani har bir qo'yimizga 10 grammdan ana ichirdik. Qo'zilarimizga ukol ham urmadik. Albin ham ichirmadik. Menimcha hali juda shart bo'lmasa kerak. Keyin yoz mavsumida hammani qiynaydigan bitta savol bor. Ko'rib turganingizdek, qaysidir shevada pashsha deyiladi. Bizni Navoiy shevasida chivin deyiladi. Ana shu juda bezovta qilyapti bizni. Bu oxirlarni ichiga qo'ngan chivinlarni ko'ryapsiz. Bu albatta juda ham bir aslida ayanchli holat. Sababiki semirayotgan qo'ylarni ham xalaqit beradi, chaqishi bor yoki yeyotgan yemiga urug'ini qo'yib ichki parazitlarning ko'payishiga sabab bo'ladigan omillardan biri. Buni yo'q qilish uchun esa biz YouTube'da bitta narsani demak eshitdikki, o'sha qo'yxonamizni har joyiga baklashkani qirqib aytaylik 2 piyolacha bir 3 ta tochkaga saryalka ilib qo'yar ekanmiz. O'sha ham effekt berar ekan. Undan tashqari yana biz anaqa olib kelganmiz. O'sha chivinlarga, pashshalarga qarshi nima olib kelganmiz? O'sha suyuqlik olib kelganmiz. Bu ham 100 gramm, 1 grammini 10 gramm suvga qo'shib sepasiz degan. Xudo xohlasa hozir mana qo'ylarimizni
Endi dorilarni ichirib, ukollarni urib bo'ldik. Endi 2 soat, 3 soat bularni och qo'yamiz. Sababiki o'sha dori yoki aytaylik ukollarimiz qo'ylarimizga singish kerak, ta'sir qilish kerak. O'sha uchun biz bularni och qoldiramiz. Lekin o'sha vaqt mobaynida ham suvdan qo'ymaymiz. Bemalol suv ichishligi mumkin. Faqatgina ertalabki yemini soat 6 da 7 da emas, bugun 10-11 larga qarab beramiz. Bizda ana shunaqangi gaplar azizlar. Bitta narsaga yana amin bo'lganimiz, qo'zi olib 6-7 oy boqqandan ko'ra, ko'rib turganingizdek, qarri podadan qolib ketadigan, tog'da yurishga qiynaladigan qo'ylarimizni ayni vaqtdagi narxi, qo'zilar ajratilish boshlandi, juda ham arzon narxda beriladi. Biz bu qo'ylarimizni 1.300.000 so'mdan olganmiz. Hozir to'g'risi kecha ham eski partiyadan qo'zi sotib kelyapmiz. Kecha ham bozorda 2 millionga eng bundayrog'ini olsangiz bo'ladi. 1.300.000, 1.5 million so'mga hozir Navoiy mol bozorlarida qari sovliq yo'q. Endi xudo olsa 1 oydan keyin bu natija yana ham pasayadi, yana ham arzon bo'ladi. Sababi qo'zilarni ajratish vaqti iyun oyiga to'g'ri kelar ekan. Bizga ana shu qari sovliq boqib sotgan foydaliroq bo'lyapti. Sababi 2 oyda, 3 oyda tayyor bo'lar ekan. Bularning ichidan qo'chqorlarni ham ayirmadik, sababiki qaysidir biri ma'qul bo'lib qoladigan bo'lsa, o'zini eplab ketsa, bir tug'dirib ham olamiz, hech bir zarari yo'q. Yemdan qo'ymagan holda bu bo'g'oz bo'lib qoldi, bunga yem bermaymiz degan tushuncha bizda yo'q. Ham yemlaveramiz, hamma bunday xudo xolasa qo'zilaveradi. Qo'zilarni alohida sotamiz joyi kelsa, qo'ylarni alohida sotamiz. Nima bo'lgan taqdirda ham nasib bo'lsa harakat qilyapmiz. Qaysidir ma'noda xalqimiz dasturxoniga go'sht va go'sht mahsulotlarini yetkazib berishga, Alloh kasb-u kamolotimizga barokatini bersin. Hammalaringizga rahmat.